Mana tushunishingiz uchun men buni bitta selofanidan ochdim. Lekin bu yerda ham yaxshilab upakovka qilingan uchun buni ochmadim. O'zini oddiy naskiga o'xshaydi. Kalta, unaqa uzun naski emas, kaltagina naski. Lekin mana buni ichi silikonli. Boshqacha. Mana yerda ham, qog'ozida ham qanaqa ishlatish kerakliklarigacha yozib qo'yilgan. Birinchi o'chirtda mana shu oyog'imizda toza bo'lishi kerak. Mana birinchi vanna qilgan va krem surgan. Krem surgandan keyin buni kiyib olinadi. Bu yerda mana 20 minutdan 30 minutgacha bemalol kiysangiz bo'ladi. Undan keyin bemalol buni chayib, artib, osib qo'ysangiz bo'ladi naskini. Hammasini etap-etap ko'rsatib qo'ygan. Ayniqsa shu tovon yorilishiga, qurishini oldini oladi. Krem juda ham zo'r singdirib beradi. Bu o'sha sinovdan o'tgan. Ya'ni yaqinlarim doimiy foydalanishadi. Ularda ham zo'r natija bo'lgani uchun biz bemalol boshqalarga tavsiya qila olamiz.